Eshik bu oddiy kirish joyi emas. Ba'zan u tarix, ba'zan afsona, ba'zan esa butun bir olamning ramzi bo'ladi. Bugun siz bilan dunyoning eng noodatiy 10 ta eshigini kashf qilamiz. Ayrimlari yonadi, ayrimlari sirlarni yashiradi, ayrimlari esa haqiqiy san'at asariga aylangan. Videoni oxirigacha kuzatib boring va hayratlanarlisini siz tanlaysiz. Aytgancha, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Birinchi eshik meni ham hayratga soldi. Nomidan odamning o'zi qo'rqib ketadi. Marokash Fes eshiklari. Har bir shahar o'z eshiklari bilan tanilgan. Ayniqsa Marokashdagi Fes shahri eshiklari bilan mashhur. Bu yerda 5 asosiy darvoza bor. 1913-yilda qurilgan moviy darvoza, tashqarisi moviy, ichkarisi yashil. Shahar Medinasiga kirish ramzi. Bab Futu 1212-yillarda qurilgan. G'alaba eshigi ma'nosini beradi. Savdo va odamlar harakati uchun asosiy kirish joyi bo'lgan. Bab Guissa 11-asr boshida qurilgan. Nomini Zenata amiridan olgan. Shimoliy g'arbiy darvoza sifatida tanilgan. Keyingisi Bab Mahruk 1204-yilda qurilgan bo'lib, yoqilgan eshik ma'nosini olgan. Chunki bu yerda jazolar ijro etilgan. G'arbiy kirish nuqtasini qirollik saroyi eshiklari 1969-71-yillarda qurilgan bo'lib, bronza va oltin bezakli eshiklar qirollik qudratini ifodalaydi. Ikkinchisi Shayton eshigi, The Devil's Door. Italiyadagi Turin shahrida joylashgan Shayton eshigi afsonalarga ko'ra jinlarni chaqirgan va bir sehrgar shogirdini abadiy ortida qamab qo'ygan. Bu eshik oddiy yog'ochdan yasalgan bo'lsa-da, ustidagi shayton boshi va sirli ayol qiyofalari uni dunyodagi eng qo'rqinchli darvozalardan biriga aylantirgan. 1675-yilda qurilgan Palazzo Trucchi delle Valdigi saroyidagi yog'och eshik. Uning o'rtasida yovuz qiyofali shaytonning boshi, yon tomonlarida esa sirli ayol qiyofalari tasvirlangan. Uchinchisi Jannat eshigi, Heaven's Gate, Xitoy. Ammo ba'zi eshiklar odamlarni qo'rqitmaydi, balki osmonga ko'tarilgandek tuyg'u beradi. Masalan, Xitoydagi Heaven's Gate Yanmen tog'ida joylashgan ulkan tabiiy ark. Afsonaga ko'ra, u milodiy 263-yilda tog'ning qulashidan hosil bo'lgan. Uning oldiga chiqish uchun esa 999 zanani bosib o'tish kerak. Xitoyning Hunan provinsiyasida joylashgan Heaven's Gate, ya'ni Jannat eshigi, dunyodagi eng mashhur tabiiy eshiklardan biri hisoblanadi. Bu ulkan g'or aslida 30 million yil avval tog' jinslari qulab tushishi natijasida paydo bo'lgan. Shuning uchun ham u nafaqat geologik mo'jiza, balki tarixiy timsol sifatida ham qadrlanadi. Eshikning balandligi qariyb 131 metr, eni 57 metr, chuqurligi esa 60 metrga yaqin. Shu sababli uni dunyo bo'ylab keladigan sayyohlar osmonga olib chiqadigan darvoza deb tasavvur qilishadi. Bundan tashqari bu joy nafaqat ziyoratchilar, balki ekstremal sportchilar uchun ham mashhur hisoblanadi. Chunki wingsuit uchuvchilari va parashyutchilar aynan shu darvozadan uchib o'tganlari bilan tarixga kirgan. Demak, Heaven's Gate bu tabiat yaratgan buyuk mo'jiza, insonni ruhiy va jismoniy jihatdan osmonga yaqinlashtiradigan maskandir. 4-inchisi eng katta aylanma eshiklar, Gonkong. Eshiklar faqat tarix yoki afsona bilan emas, balki texnologiya bilan ham ajralib turadi. Masalan, Gonkongdagi Novotel Citygate mehmonxonasida dunyodagi eng baland aylanma eshiklar o'rnatilgan. Ularning balandligi deyarli 5 metr va ular hatto Guinness rekordiga kiritilgan. Ushbu ulkan shisha konstruksiya nafaqat mehmonxonaga kirishda estetik go'zallik beradi, balki bir vaqtning o'zida yuzlab odamlarning harakatini tartibga soladi. Eng qiziq jihati shundaki, bu eshik Guinness rekordiga kiritilganiga ko'ra, uning diametri 14 metrdan oshadi. Oddiy aylanma eshiklar bilan solishtirganda, bu ulkan darvoza mehmonxonaga shon-shuhrat va qudrat ramzi sifatida xizmat qiladi. Shunday qilib, Novotel Cityga zamonaviy me'morchilik va innovatsiya uyg'unlashgan maskan. Uning 5 metrlik eshigi esa shunchaki kirish nuqtasi emas, balki Gonkongning o'ziga xos ramziga aylangan. Baland eshiklar haqida gap ketganida faqatgina gonkongliklar emas, biz ham bundanda baland eshigimiz bor deb gapira olamiz. Misol uchun, kompaniyamiz tomonidan Samarqandda Fotima Sulton restoraniga o'rnatib berilgan balandligi naqd 6 metrlik eshiklar ko'rsata olamiz. Bu eshik haqida alohida video tayyorlaganmiz. Izohlardagi link orqali o'tib, bu bahaybat eshiklarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. 5-inchisi Hobbit eshigi, Matamata, Yangi Zelandiya. Eshiklarni biz doim to'rtburchak, katta yoki texnologiya bilan birlashgan ko'rinishda bilamiz. Ba'zida ular bizni sehrli olamga olib kirishi mumkin. Masalan, Yangi Zelandiyadagi Hobbiton qishlog'ida joylashgan yumaloq Hobbit eshiklari. Uzuklar hukmdori filmidan mashhur bo'lgan bu eshiklar tabiat bilan shu qadar uyg'unlashganki, xuddi ertak olamiga kirib qolgandek bo'lasiz. Uzuklar hukmdori filmlarida ishlatilgan Hobbiton qishlog'i dekoratsiyasidagi yumaloq eshiklar sayyohlar uchun mashhur maskan. Ular tabiat bilan uyg'unlashib ketgani bilan ajralib turadi. Masalan, Qizil eshik esa Green Dragon mehmonxonasiga kirish joyidir. Akbarich esa sizga o'z mehmonxonalaringiz va shinam uyingiz uchun siz xohlagan o'lchamda, siz xohlagan dizaynda eshiklar tayyorlab beradi. Keyingi noodatiy eshik St. Edward cherkovi eshigi. Angliyada esa eshiklar shunchaki me'morchilik emas, balki adabiyotga ham ilhom bo'ladi. St. Edward cherkovi eshigi ikki ulkan daraxt orasida joylashgan bo'lib, go'yo tirik organizmning
bir qismiga o'xshaydi. Ko'pchilik tarixchilarga ko'ra, bu eshik uzuklar hukmdoridagi mashhur Durining eshiklari sahnasiga ilhom bergan. Cherkovning o'zi 11-asrda qurilgan, eshikning hozirgi ko'rinishi asrlar davomida ta'mirlangan va saqlanib qolgan. Daraxtlar esa yuzlab yillik qadimiy yong'oq, yev daraxtlari hisoblanadi. Bu eshik ko'proq ertakdagi darvozani eslatadi. Shu bois ko'plab sayyohlar uni Magical Door deb atashadi. 7-si Florensiya baptisteriyasi bronza eshiklari. Italiya. Ammo ba'zan eshiklar faqat afsona yoki tabiat emas, balki san'atning eng yuksak asariga aylanadi. Masalan, Florensiyadagi baptisteri bronza eshiklari 1423-yilda haykaltarosh Lorenzo Ghiberti tomonidan ishlangan. Eshikda Injildan olingan 10 ta sahna bronzadan yasalgan panellarda tasvirlangan. Ularning nafisligi shu darajada kuchli ediki, hattoki Michelangelo bu eshiklarni jannat darvozalari deb atagan. Demak, eshik ba'zan shunchaki kirish joyi emas, balki butun bir avlod san'atini o'zida mujassam qilgan asar ham bo'lishi mumkin. Endi esa eshiklarning boshqa ramziy dunyosiga o'tamiz. 8-si idrok eshiklari. Doors of Perception. AQSh. Lekin eshiklar har doim ham yog'och yoki bronzadan bo'lishi shart emas. Ba'zan ular ongimiz ichida ochiladi. Masalan, mashhur yozuvchi Aldous Huxley yaratgan Doors of Perception bu haqiqiy eshik emas, balki Aldous Huxley yozgan mashhur kitob nomi. Bu kitobda meskalin nomli moddani sinab ko'rib, inson ongini kengaytiruvchi eshik sifatida tasvirlaydi. Keyinchalik bu nomdan mashhur rock guruhi The Doors ham ilhomlangan. Eshiklar ba'zida tosh yoki temirdan emas, balki inson ongida ham ochilishi mumkin. Biz sharqona hashamat timsoli bo'lgan oltin eshiklarni ko'raylik. 9-si Jaipur saroyining oltin eshiklari. Hindiston. Siz hech Jaipurdagi saroyni ko'rganmisiz? Hindistonning pushti shahar deb ataladigan Jaipurda joylashgan bu saroyning oltin eshiklari mehmonlarni hayratda qoldiradi. Oltin naqshlar, qo'lda ishlangan bezaklar, rang-barang ornamentlar bularning bari Hindiston me'morchiligining nozik didi va boy tarixidan dalolat beradi. Bu eshiklar nafaqat saroyning kirish joyi, balki o'zida san'at va qudrat ramzini mujassam etgan tarixiy yodgorlikdir. Rajastondagi City Palace saroyida turli fasllarni ifodalovchi eshiklar mavjud. Eng mashhuri Tous eshigi, ya'ni Peacock Gate. U butunlay murakkab naqshlar va tovus shaklida bezaklar bilan bezatilgan. Naqshlari va oltin bezaklari saroyning hashamatini oshirib turadi. Bizda eng oxirgi noodatiy eshik va siz Balavat eshiklari haqida eshitganmisiz? Asli Iroqda joylashgan bu qadimiy eshik hozirda Londondagi Britaniya muzeyida saqlanadi. Miloddan avvalgi 9-asrga oid bu eshik Assuriya podshohligi davridan qolgan. Yog'och asos ustiga bronza plitalari bilan qoplangan, ularda jang sahnalari, podshohlar va mifologik voqealar o'yib ishlangan. Bu eshik nafaqat kirish joyi, balki qadimiy imperiyalarning qudratini namoyish etuvchi tarixiy hujjatdir. Eshiklar bu oddiy yog'och yoki metal emas. Ular ortida tarix, sirlar, qudrat va orzular yashiringan. Biz bugun dunyoning top 10 noodatiy eshiklarini ko'rib chiqdik. Ammo har birimiz uchun eng muhim eshik bu o'z uyimizning eshigi. Shunday ekan, biz sizga mukammal taklif beramiz. Siz istagan dizaynda, siz istagan o'lcham va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Milliy brend. Akbar Rich, ko'ngil tinch.